Selamun Aleyküm. El-İsra suresi boyunca İbriler yani İsrail avletleri Araplar ismini aytadi, İsrail deydi. İsrail avletleri. İsrail Yaqub aleyhisselam peygamber. Biratı Yaqub, daha biratı İsrail. De başka tillerde İsrail deydi. Ziminim. Araplar İsrail deydi. Sol İsrail avletleri İsra suresi boyunca Yevriler İsrail avletleri iki memleket kuradigan. Birinchi memleket Davud aleyhisselam peygamber kezinde kurulan memleket. Ikinci odan keyin ol memleket quladi. Yahudlar şaşılıp ketdi. Odan keyin ikinci marta quriladi degan İsra suresi boyunca. Bol hozirgi zamonda qurgan memleketler deb aytiladi. Yani İsrail avletlerini bilik yer yüzünde iki marta beriladigan. Birinchisi Davud aleyhisselam kezinde, ikincisi o'sha zamanda bo'lib жатыр. Kuch beriladi, bilik beriladi ularga. Endi bu ikinchi bilik bu bilikda qulaydi. Bu bilikda qo'ldan ketib qoladi. Және yer yüzüne bular qaytadan tag'i shashiladi bular. Hozir qancha quturganmen, qancha kuch berilganmen, Isra suresi boyunca Alloh subhanahu taala bu kuch bilik qo'ldan ketadi, qaytadan bular shashiladi deydi. Shashiladi yer yüzünde, ko'binisi shigiz yoqqa boradi deydi. İran'a boradi bular, İran yoqqa boradi. Sol yerda jiyinaladi. Ko'bini, ya'ni ko'pi sol yerda jiyinaladi. Sol yerdan kelesi qulagandan keyin, shashilgandan keyin kelesi zamonda, qiyomatga yaqin zamonda bularning bosin qo'sатын Dajjal ularning bosin qo'sadi. Bular Asfahanda, İran'dan Asfahan deydigan qalasida Dajjal menem qo'shilib, jiyinalib, bular tag'i keladi Falastin yoqqa, Yerusalimga qaytadan keladi, sol yerga. Sol yerda qayta alamiz deb qaytadan keladi. Biroq ular sol yerga kelganda Isa aleyhisselam osmondan tushadi. Сөйтіп Isa aleyhisselam Dajjalni o'ldiradi. Odan keyin Yahudlarni musulmonlar o'ldiradi. Hadisda kelgandek ağaç söyleydi, tas söyleydi, meni artimda jasirlanib turgan Yahudi var deb hadisda aytilgan zaman sol zaman. Yani Dajjal menim qo'shilib Falastin yoqqa kelgan zamanda. Endi ularning bilik qo'ldan ketuvi qoldi. Memleketlari qulavi qoldi. Odan keyin shashiladi. Falastinda, ya'ni Yerusalimda bu yerda bari musulmonlar aladi. Kelesi zamanda inshaalloh. Algandan keyin aytganday, hadisda payg'ambar aytganday, Yahudlarni musulmonlar o'ldiradi, tasda söyleydi, ağaçta söyleydi degan. Bu aytganday, bu memleket qulagandan keyin, shashilgandan keyin Dajjal menem İran yoqdan qo'shilib, jiyinalib kelgan kezde bo'ladigan narsa deydi. Vallahu alam. Alloh taala biluvchi.